Assalomu alaykum, hurmatli huzur ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Amerikaning poytaxti Washingtonda tasdiqlangan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasiga xush keldinglar. Men bugungi programma riyosatchisi Parat Yo'rinqash. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, bugun butun Sharq Turkiston xalqi uchun intayin iftixorlanarlik, sharafli va xosiyatli bir kun. Chunki bugun bizning Cumhuriyet bayramimiz. Bizning qahramon ajdodlarimiz va kurashchan xalqimiz sonsizligan qurbonlarni berish badaliga 1933-yil 11-oyning 13-kuni Qashqarda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini va 44-yil o'xshash oy va o'xshash kunda Ilida Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqqan edi. Bu munosabat bilan vatan ichi va sirtidagi barliq xalqimizning Cumhuriyet bayramini yurakdan qutlaqlaymiz. Aziz qarindoshlar, Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi xalqimizning yurak sadosi. Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi mustabiq Xitoy hokimiyatining yurigiga sanchilgan o'tkir bir xanjar. Shuning uchun bugungi tunji qatimliq anglitishimizni Cumhuriyet bayramimizga berishildik va bu aziz bayram kuni sizlar bilan yuz ko'rishga muyassar bo'ldik. Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi Xitoy zulm ostida ezilayotgan, xo'rinlayotgan xalqimizning illiq oilasi va ma'naviy bo'liqi. Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi butun Uyg'ur milliy harakati uchun xizmat qiladi. Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi o'xshamagan fikr eqimidagilarga o'zlarining qarashlarini erkin holda o'tirib qo'yish fursati yaratib berdi. Stansimizning programmalari nuqul holda siyosiy faoliyatlarni tashviq qilish bilan cheklanib qolmaydi. Tarix, din, adabiyot, san'at, milliy ma'rif, ijtimoiy turmush, iqtisod, fan texnika qatorliq keng mazmunlarda maxsus programmalar yo'lga qo'yildi. Bo'libmi yosh o'smirlarga alohida ahamiyat berildi. Stansimiz ziyolilarimizning, diniy zotlarimizning, jamoat arboblarimizning va siyosiy faoliyatchilarimizning turli mazmunlardagi ilg'ori fikr qarashlarga muvofiq yer beradi. Stansimiz butun tashkilotlarimizning va butun siyosiy faoliyatchilarimizning ilib bo'lgan xizmatlarini axborot isliq masalda odil va tarafsiz ravishda tashviq qilishga ahamiyat beradi. Sizlarning va ommaning tanqid fikrlarini astoydillik bilan qabul qilishga tirishdi. Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi xalqimizning o'rtaq mulki va ma'naviy boyligi. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, stansimizning bugungi tunji qatimliq sinaq programmasini milliy rahbarimiz va ma'naviy onamiz Robiya xonimning Cumhuriyet bayramiga atagan tabrik nutqi bilan boshlamoqchimiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum barliq dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Assalomu alaykum vatanning ichi teshidagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Assalomu alaykum butun dunyoda musofir bo'lib, sargandar bo'lib, o'z vataniga kirolmay yurayotgan qarindoshlarim va turmuning ichi teshida azob tortayotgan, o'zining vatani uchun azob tortib turmularda ingrab yetayotgan qarindoshlarim va oilam, farzandlarim. Bugün oldimizdeki asrda qurilgan, ikki qitim qurilgan mustaqil Sharq Turkistonning mustaqillik kuni. Biz bu kunni butun dunyodagi Sharq Turkistonliklar, jumladan Sharq Turkistonda yashayotgan yerlik Uyg'ur xalqi va yerlik qarindosh millatlari dunyoning hamma yerida davomli har yili tabriklab kelyotdi. Biz bugün yana shu qatorda oldingi asrda qurilgan ikki davlatimizning qurilgan kunini tabriklaymiz. Men chin ko'nglimdan 20 million xalq nomidan, Sharq Turkistonlik barliq qahramonlar nomidan, o'lib ketgan, shehid bo'lgan Sharq Turkistonning bayrog'ini tiklash uchun, Sharq Turkistonning ozodligi uchun o'zining qonini, jinini bergan va butun umrini shuningga atab, shu kunlar uchun orzu qilib, chosh soqollari oqagan bovoylar uchun bugün şu gününü tebriklayman. Sharq Turkiston oldimizdagi asrda 1933 yili 11 ayning 12 kuni bir mustaqil bo'ldi. Sharq Turkiston 1944 yili 11 ayning 12 kuni, ya'ni ikkinchi qitim tajovuzchilarni ajallik zarbi berib, nurg'unlagan qonlarni to'kib, nurg'unlagan jonlarni berib, nurg'unlagan orzu umidlar bilan qahramonlarimiz vatanimizning bayrog'ini tiklab, mustaqilligini butun dunyoga jakoladi. Sharq Turkistonning ozodligi uchun yetakchi bo'lgan dahilar,
Sabit Damullam, Ahmetcan Qasım efendim ve onun etrafındaki barlık liderlerini chin ko'nglimdan tabriklayman ve bugün ularni barlık Sharqi Turkistonliklar bilan birlikte, bütün dünyadaki Uyg'urlar bilan birlikte eslayman. Bugün Sharqi Turkistonning mustaqillik kuni. Biz tarixdan beri 60 yıldan beri emas, 200 yılga yaqin vaqt ichida taki Manju bizni besib olgandan tortib ta hozirgacha bizning xalqimiz milyonlagan xalq mushu mustaqillik, mushu kun uchun jon berdi. Milyonlagan xalq mushu orzular uchun o'lib ketdi. Milyonlagan xalq turmalarda yillab, 10 yillab, hatta necha 10 yillab yetib ketdi. O'zining yoshligini, o'zining butunlik hayotini, bütün oilasini mana mushu kunlarga sovg'a qildi. Mana biz bugün shu kunlar uchun kurash qilgan xalqimiz uchun mustaqillik kunini tabriklayapmiz. Uyg'ur xalqi Sharqi Turkistonlik qarindosh xalqlarimiz bilan bir kunmi o'zining mustaqilligidan voz kechib qolgani yo'q, ham o'zining mustaqilligi uchun ep berayotgan kurashlarini to'xtatib qo'ygani yo'q. Qurbon berishlardan, o'ltirishlardan, chepishlardan, turmuga kirishlardan qilchimi parvo qilib qolgani yo'q. Qiz yigitlarimiz, natvan acayip güzel kızlarımız, akçaş mumay analarımız ana mushu kun uchun kurash qilgan. Bugün shularning tan-tani qilib bayroq chiqargan kuni. Bugün shularning o'zining vatanini mustaqil qilganligi uchun butun dunyoga xoshalligini jakalagan kuni. Biz bu kunni qanday kunda tabriklayapmiz? Xitoy diktatorluğunu zo'migarlik qilayotgan, zo'ravonlik qilayotgan, mustamlika ostida turayotgan, yana bir mustaqilligimizning orzusida yashayotgan kunlarda biz musofirlik yurtlarida Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan qahramonlar bilan bir sapda musofirlik yurtlarida musofir bo'lib turib, vatanimizning mustaqilligini kurash qilib, ilish uchun kurash qilayotgan qahramonlar bilan bir sapda turib tabriklayapmiz. Bütün dünyadaki Sharqi Turkistonning mustaqilligiga taqozolik bilan kutayotgan, yoki sukut turib kutayotgan, yoki oldin qisab turib kutayotgan, yoki moddiy ma'naviy jihatdan berib kutayotgan barliq qarindoshlarimiz mana mushu kunda biz bilan birlikda Sharqi Turkistonning mustaqilligini tabriklayotdi. Men Sharqi Turkistonning mustaqilligini tabriklash bilan birga bütün dünyadagi Uyg'ur xalqining va Sharqi Turkistonda biz bilan birga yashayotgan barliq qarindosh xalqlarimizning biz bilan birlikda Sharqi Turkistonning yana bir qatim mustaqillikka erishib, mangu Sharqi Turkiston xalqi xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmanistondagi mustaqil bo'lgan qarindoshlarimizdek shundoq davomliq o'zining mustaqilligida o'z ziminida yashash orzusiga yetishni umid qilaman va shuning uchun kurashni to'xtatmay, qo'limizga tutib, yuragimizga yiqib, bir-birimizga muhabbatimizni berib, har qanday adovatlarimizni Sharq Turkistonning ozodligi va o'zimizning ozodligi uchun o'ttirimizdan yub tashlab, bir maqsadda birlik uyul tashlab uyushishimizni umid qilaman va yana bir qatim Sharqi Turkistonning mustaqillik kunini tabriklayman. Rahmat. Milliy rahbarimiz Rabiya xonimning bu go'zal tabrik uchun alohida rahmatimizni bildiramiz. Hurmatli do'stlar, ko'kishlar, hammaga ma'lum bo'lganidek, Uyg'urlarning milliy ma'rifini xitoylashtirish, Uyg'ur o'smirlarini ona tilidan, milliy yoziqidan, milliy aloyiliklaridan ayirish maqsadida ijro qilinayotgan atalmish qo'shtillik ma'rif siyosati bo'lsa, Uyg'ur xalqining eng kuchli noroziligini qo'zg'ayotgan va Sharq Turkistondagi milliy isyon va norozilik harakatlarining kuchayishiga bevosita sababchi bo'layotgan eng asosiy omillarning biridan iborat. Shuning uchun xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoy hokimiyatidan Uyg'urlarni assimilatsiya qilib yo'qotishni maqsad qilgan bu siyosatni darhol amaldan qoldirishni talab qilib kelmoqda. Chunki Xitoy hokimiyati atalmish qo'sh tillik o'qitish siyosatini umumyuzlik yo'l qo'ygan bir qancha yildan buyon Uyg'urlarning milliy ma'rifini xitoylashtirish jihatda kishini jiddiy andishaga soladigan g'oyat zo'r qadamlarni bosdi va qisqagina bir qancha yil ichida Uyg'urlarning milliy ma'rifi tüp yıldızdan bayrançılıkka uçurtuldu.
chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning milliy ma'rifini xitoylashtirish maqsadida olib berayotgan atalmish qo'sh tilli o'qitish siyosatini navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan eng zo'r va eng jiddiy xavf deb qaramoqda. Shuning uchun hozir chet ellarga barliq tashkilotlarimiz Xitoy hokimiyatining atalmish qo'sh tilli ma'rif siyosatiga qarshi turishni, shundaqla chet ellardagi o'smirlarimizning milliy va diniy alayliklarini qo'llab qilishni o'zlarining eng asosli vazifalarining biri qilib kelmoqda. Amerika Uyg'ur ayollar komiteti tarafidan Washingtonda maxsus Uyg'ur yosh o'smirlarimiz uchun tasdiqlangan Uyg'ur til madaniyat kursi ana shu maqsad qurilgan bo'lib, tövəndə bu maktab haqida ishlagan maxsus programmamizni diqqatingizga taqdim qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Men Parat Yuronqash bo'laman. Shu topning o'zida men sizlarga Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi Amerika Uyg'ur ayollar komiteti tarafidan Amerikaning poytaxti Washingtonda bu yerdagi yosh o'smirlarimiz uchun maxsus tasdiqlangan Uyg'ur tili va madaniyat maktabidan sizlarga naq maydondan bu programmani taqdim qilyapman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, men bugun istansimizga vakolatan alaytan bu maktabni bugun ziyorat qilib kelgan edim. Har qaysi sinflarni ayrim ziyorat qildim, o'quvchilarni ziyorat qildim. Sizlarga ma'lum, bizningki yosh o'smirlarimiz millatimizning kelajagi, millatimizning kelgusi istiqboli. Men bugun o'quvchilarni ziyorat qilish jarayonida bu bizningki o'moq farzandlarimizning, aqlli farzandlarimizning ko'zdan bir xil kelajakka bo'lgan ishonch, umid nurini ko'rdim, umid nurining chaqnab turganligini ko'rdim. Butun bolalarning vujudidan o'zining ona tiliga, o'zining madaniyatiga, o'zining vataniga bo'lgan yuksak darajadagi bir xil sevgini ko'rdim. Butun o'quvchilar nihoyat hayajon, qiziqish tuyg'usi ichida bolalar o'zininki ona tilini o'rganayotganligini, o'zininki ona yezigini o'rganayotganligini, o'zining urf-odatlarini o'rganayotganligini ko'rdim. Uygan. Ey fikir Uygur, uygan, uyqun yeter, sende mal yok, emdi kesse can keter. Bu ölümden özəngni qutquzunsan, ah senin halın xəttər, halın xəttər. Xo'p dedim, beshingni kötü, uyqumni och. Raqibning beshini kes, qinini charch. Ko'z echib atrofga obdan baqlasang, bilasan armonda bir kun yo'q iloj. Raqibdan gap tushundinglarmi? Uyghur, düşman, yaxshi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, dars jarayonida men ba'zi o'quvchilarni o'zim bevosita ziyorat qildim. Qizim, ismingiz nima? Munavvar, shundaymi? Bugun nima dars o'qidinglar? Bugun biz Abduxoliq Uyg'onning Uyg'on degan she'rini o'qidik. O'qishni ham yozishni bilamsiz? Qani bir o'qib qana radio televizor ko'ruvchilaringiz bu o'qib biring. Ma'qul. Okay. Uyg'on. Ey fikir Uyg'ur, uyg'on, uyqung yetar. Sende mal yo'q, emdi ketsa jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqazmasang, ah sening holing xatar, holing xatar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, men bu qitim maktab ziyorat qilish jarayonida bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi Amerika Uyg'ur ayollar komitetininki raisi Zubayra Shamsiddin xonimni bu maktabda ziyorat qildim. Hurmatli Zubayra Shamsiddin xonim, bilishimcha bu Amerika Washingtonda tasdiqlangan Uyg'ur tili va madaniyat maktabi sizlarningki bu Amerika Uyg'ur ayollari komiteti tarafidan tasdiqlangan ekan. Bu maktab qachon tasdiqlangan? Bu maktabning ko'lami qanchalik? Bu haqda televizor ko'ruvchilarimizga qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Bu sizlarning shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi, ya'ni Uyg'ur televizion stansiyaning maktabimizga kelib, bugun bu yerda ziyorat bo'lganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman.
Bo'libmi, mush Uyg'ur maktabiga kelayotgan barliq o'quvchilar, shundaqla ota-onalar nomidan alayida sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Xuddi siz so'ragandek, endi bu maktabimizningki barpo bo'lishi, bu maktabimizningki mushu kunga kelishningki asosli sababi biz oldingi yili, ya'ni 2009-yil 11-oyda Kanadada o'tkazilgan Uyg'ur ayollarining demokratiya va kishilik huquq tarbiyasidan savod berish shu yig'inida rahbarimiz Rabiya Qadir xonim shu yig'indan keyin butun dunyodan kelgan barliq Uyg'ur ayol xonim qizlar bilan o'tirib bir yig'ilish qildik. Shu yig'ilishimizda har bir ayollar, har birimizniki mushtaq birdek qo'shilishi, birdek bir cho'nqir g'oyalar bilan birikishi bilan biz dunyoviy holda Uyg'ur ayollar komitetlarini qurib, Uyg'ur ayollari shu Uyg'ur da'voga bir o'zining alohida rolini joriy qildirish ham shundaqla shu da'voda bir yangilik yaratish yoki hassa qo'shish shu maqsadda shundaq Uyg'ur ayollar komitetlari ta'sis qilingan. Bu Amerikadagi Amerika Uyg'ur ayollar komitetimi dal mana shu yig'inda rahbarimiz Rabiya Qadir xonimninki o'tirib qo'ygan shu fikri bo'yicha shuning bo'ysungan, ya'ni shuni bir amallashtirgan shu maqsadda dastlabki qadam birinchi qitimliq yig'ini 2009-yil 12-oyda mushu o'rinda ichildi. Undan keyin biz bu komitet rasmiy ta'sis qilindi. Komitetninki xilma-xil rahbarlik xizmat qilish tarmoq komitetlari ham ta'sis qilindi. Buning ichida birinchi komitet mushu Uyg'ur ayollar komitetining ichida birinchi ish bajarish komiteti mush Ma'arif komiteti. Uningdan keyin diniy komitet, uningdan boshqa namoyish, shundaq ko'pincha ijtimoiy faoliyatdan olib boradigan bir komitet. Uningdan sirt madaniyat komiteti, ya'ni mush o'zimizning Uyg'ur milliy madaniyat faoliyatlarini olib boradigan shular bir komitet. Uningdan keyin mushu umumyuzlik butun mushu da'voyimizda va boshqa ishlarda aktiv shunday bir ovoz qo'shadigan shunaq bir kollektiv holdagi bir rahbarlik shundaq bir guruhni bir ta'sis qildik-da. Endi bu komitetninki asosli rol o'ynaydigan, ya'ni komitetda asosiy bir ishlarni qiladigan komitetning birisi bo'lgan Ma'arif komiteti bir kuchli bir qo'llash asosida biz birinchi bo'lib maktab ta'sis qilishni eng muvofiq deb ko'rdik. Shuning bilan 2010-yil 2-oyda rasmiy biz bu Uyg'ur til va madaniyat maktabini ta'sis qildik. Endi shu vaqtda biz barliq mishadagi Amerikada Uyg'ur til maktabining mush barpo bo'lishini qo'llab nimqon ota-onalar, jamoatchilik, ham shundaqla shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbari bo'lgan Rabiya Qadir xonim, ham boshqa barliq shu o'zimizning til madaniyat ma'rifini qo'llovchilar bularning hammasini ishtirok qilishi bilan bu maktabimiz rasmiy qurildi va o'qituvchilar bo'lsa, nayta o'ziniki xolisona holda bu maktabga kelib dars o'tishi, ularning jafoliq tirishishi orqali maktabimiz shu kunga qadar davom qilib kelyotdi. Endi maktabimizningki mudir bo'lgan Patigul xonim, ham shundaqla maktabning butun boshqa xizmat, boshqa ishlarni bajarayotgan Dilara xonim, o'qituvchilarimizdan Alfidar, Muyassar xonim bor edi, bugun kelmabdi. Uningdan sirt yana bir necha o'qituvchilarimiz bor, masalan Nurgul xonim qatorliq. Uningdan sirt yani her qachon agar biror o'qituvchidan bir ish chiqib qolsa, yani o'tirliqda ularning o'rnini saplaydigan tayyor o'qituvchilarimiz ham bor. Uningdan sirt maxsus diniy dars o'tadigan Aynur xonim bor. Aynur xonim o'quvchilar ham shundaqla ota-onalarga ham ancha-muncha diniy savodlarni berdi bu yerda. Mana shunday qilib maktabimiz demak, 2010-yil 2-oydan beri mana shu o'rinda, ya'ni bu o'rin Amerika Türk Dostluk Cemiyeti'nin o'rni bo'lib, o Türklarni bizni qo'llab-quvvatlagan asda butun o'rni bekorlik uchun bizga beryapti. Ammo hozir maktabimizda bir muqim iqtisodiy kirim o'rni bo'lmaganligi uchun nurg'un ishlarning hammasi xolisa ota-onalarning, jamoatchilikning xolisona yordamlar bilan mana shunday Türk jamoatchiligining ham qo'llashi bilan davom qilyapti. Endi biz shu qadar ishonchlik ham umidim borki, bu maktab menga gullangusi, yashnag'usi hem shundaqla ishonamanki, bizning butun Uyg'ur xalqi, bu shu chet ellarda yashayotgan Uyg'ur xalqi, Uyg'ur organlari hem shundaq bir millatning yo'qolib ketayotgan til madaniyatiga qiziquvchi har qanday bir inson yoki bo'lmasa hukumat organlari menimcha oxiri bizni qo'llab-quvvatlaydi, ammo bu bizning maktabimiz manguga davomlashquchi. Rahmat bergan atrofli ma'lumotingiz uchun. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, men bu Amerikaningki Washington shahrining poytaxti Washingtonda Uyg'ur o'smirlar uchun tasdiqlangan Uyg'ur tili va madaniyat maktabiningki mudiri, shundaqla bu yerdagi umoq farzandlarimizning, o'smirlarimizninki o'qituvchisi, mehribon o'qituvchisi Patigul xonimni ziyorat qildim. Hurmatli Patigul xonim,
vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Istansimiz vakalatan siz bu yerda boya dars berganingizni ko'rdim. Nihoyat astoydillik bilan sizningki bu darsingizni o'quvchilar nihoyat bir xil ishtiyoq bilan, nihoyat zavq bilan, qiziqish bilan anglaydi ekan. Buningga shohid bo'ldim. Siz burun vatanda o'qituvchilik qilganmidingiz? Ha, men vatanda 10 yildan ortiq boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilgan. Siz bu Amerikaga qachon kelgandingiz? 97-yil kelgan. Bu xonim masalan bu hozir maktab ta'sis qilingandan keyin bu hozir maktabda nechilik o'quvchi bor, bu o'quvchilarning qiziqish ahvoli qanchalik, andan keyin ota-onalarning bunga bo'lgan qo'llashi qanchalik, andan keyin sizlar bu maktabdagi o'quvchilarni necha guruhga bo'ldinglar, guruhlar bo'yicha yeshiga qarab guruhlar bo'yicha dars o'tyapsizlar. Bu o'tayotgan darsinglarning mazmuni turi qaysi shaklda bo'ladi? Biz bu maktabni bu yil 3-oydan 3-oy atrofida boshlangan bu dars. O'quvchilarimizning soni 50 dan yuqori. Bu bolalarni o'zining yeshiga qarab turib 4 guruhga bo'lgan biz. Ya'ni 4 yoshdan 6 yoshgacha birinchi yillik tuduq, 7 yoshdan 9 yoshgacha ikkinchi yillik, 10 yoshdan 12 yoshgacha 3-chi yillik, endi 12 yoshdan yuqorilarni 4-chi yillik deb mushunday guruhlarga bo'lgan. Endi bolalarningki maktabga kelib darsga qiziqishi shunday yaxshi, chunki bolalar bu yerga kelgandan keyin o'ziniki Uyg'ur bolalar bilan birga bo'lib, tanishib, do'st bo'lish fursatiga ega bo'lyapti. Shuning uchunki bolalarning qiziqligi shunchaki yaxshi. Ota-onalarimiz shunday yaqindan yordam beryapti. Jiroq demay, hatto qo'shni shaharlardanmi bizga yetkazib beryapti. O'qituvchilarimiz ham shunday hammamiz birlikda davomlashtirib. Huzur ko'rguvchilar, men yana mikrofonimni bu Amerikaning Washington shahrida ta'sis qilingan Uyg'ur tili va madaniyati maktabininki cho'nglar sinifininki o'qituvchisi Dilara xonimni ziyorat qilmoqchiman. Dilara xonim, boya sizningki darsingizni oldim. Siz bugungi darsingizda o'quvchilaringizga bu Abduxoliq Uyg'urninki O'yg'on degan she'rni uyutayotgan ekansiz, deklamatsiya qildirayotgan ekansiz. Haqiqatan bu she'rimiz butun xalqimizga ma'naviy jihatdan kuch berayotgan bir she'r. Bu bizningki bir ma'naviy merosimiz. Uyg'ur xalqi va o'zimizningki bu vatanparvar she'rni menga unutmaydi. Menga ayt ta'sir qildi sizning bugungi darsingiz. Siz bolalarning, o'quvchilarningki bu Abduxoliq Uyg'urningki she'riga bo'lgan qiziqish qanday bu Qiziqishi nihoyat yaxshi, chunki bu she'rning mazmuni hozirgi ahvolimizga shuncha uyg'un keladi. Bir o'qishda bu bolalar asosan Amerikada tug'ilib cho'ng'ala bo'lgan bolalarga tushunmaydi, lekin misra bo'yicha so'z bo'yicha yeshibganda bu bolalar haqdan bu she'rdagi deyilayotgan so'zlarning hozirgi ahvolimizga nihoyat mos kelganligini his qilib, nurg'un bolalar bu she'rni nihoyat yaxshi ko'rdi deb ifodani bildirdi. Hörmətli huzur ko'rguvchilar, men bugun o'zininki bir navrisini bu qatamqi bu Amerikadagi Uyg'ur tili va madaniyati maktabiga atoydan o'zi ilib kelgan bir xonim ziyorat qildim. Yaxshimisiz? Ismingiz? Ismim Xurshida. Bugun sizni ko'rdim. Bu bugun sizningki navrangiz o'qandi bu maktab. Mening ikki navram keldi Meshaga. Yeng boshlangan vaqtlarda bu bolalar butunlay ingliz gap qiladi. Hozir maktab ochilganimiz bolalar men bilan hammasi Uyg'urcha gap qiladi hozir. Uyg'ur yoziqlari boshlandi. Uyg'ur yoziqlari bugun meni o'rganib keldik deydi. Biz bunga nihoyat xursand bunga. Bolalarimizning o'zimizning ona tilimizni yo'qotmaydi degan umid bilan biz nihoyat xush hozir. Yana bir Uyg'ur bir millatning o'zining ona tilini yo'qotmaslik bu bek muhim bir nima deb qaraymiz. Bu Uyg'urning mavjudligiga deb buni shuning uchun o'zimiz nihoyat bunga qiziqin bolalar birsimiz bo'lsa birsimiz jazman bu bolalarni olib kelishga harakat qilamiz. Hozir nurg'un oilalarda Uyg'urcha gap qilish nim bo'lib paydo bo'ldi-da, bo'lmasa bolalar, kichik bolalar butunlay ingliz gap qilyapti. Buning muallimlarimiz shunchalik yaqinda yordam bo'lyapti, shuncha jiroq yerlardan kelib, bir muncha vaqtini fido qilib ketmishlar Uyg'ur millatining bir nimasini yo'qotmaslik uchun shuni harakatni qilyapmiz. Bir nayt xo'sh biz buningga hozir. Bayiliq maktabda qarsam bolalarga o'qituvchilar dars berayotgan vaqtida bu yerda ota-onalar, xonimlar o'ltirib, maxsus diniy jihatdan, tabliq ham diniy jihatdan ma'lumot savat o'rganib o'tibsizlar. Bu qanday bu vaqtda bir ma'lumot beradi? Xeyli barliq maktablar tang bizim başladık ota-onalar. Her yakshanba kuni biz ota-onalar yig'ilib mashada. Masalan, her ayninki ikinci yakshanba kuni ayollar yig'ilib o'zimizning ayollar komiteti yig'inlarimiz oldimiş, ayollarning orasida bo'lgan masalalar to'g'riliq o'tirishib suhbat qilishimiz. İkincisi, yana birisi her haftada bizning bir 2 soat din ma'lumot darsimiz var. Uning bugun Aynurning bir maxsus bir ish chiqib kelanmidi. Biz ayollar o'tirishib shu din
haqida o'zimizning bilgan bir din ma'lumotlarimizni bir-birimiz bilan suhbat qilib, masalan, yoshlarning bilmaganlari biraga qurnaslar, o'zimizning bilganlarimizni deyishib, o'zimizning din haqida nima ishlarni qilamiz, bilmagan masalan yoshlar, nurg'un narsani bilmaydigan yoshlarchi. Shunda ishlarni qilishimiz, bir-birimizla ko'rishib turamiz yana. Nurg'un fikrlar almışib turdi, nima ishlar bo'lyotdi, Uyg'ur masalalar ish to'g'riliq nurg'un narsalarni anglab turamiz bu yerda. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hörmətli zor kökçülər. Şunun bilan bu qitimli programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Keyingi qitimliq anglashimizda ko'rishaylik. Janob Allohdan haminglarga baxt saodat tilaymiz. Ko'rishkishi omon bo'ling. Xayr xo'sh. Yansın her yerde